Bugun kelgan manzilimiz Toshkent tumani Keles Abdurahmonov kelganmiz. Ko'p turistlar mahallani keng kattalaydi. Mana shu qo'limiz sotuvga tushgan. Umumiy yer maydoni 12 sotuv, dokumentda 8 sotuv, 4 sotuv, zahvat qismimiz bo'lyapti. Uyimizdan ko'rasizlar. Bu tarafı shu uy tupikda joylashgan. Bemalol bolalar shart-sharoitlari zo'r. Mashina kirib chiqsa bo'lmaydi. Bu tarafda garaj qismimiz bo'lyapti. Bu tarafdan asosiy hovli kirish qismimiz bo'lyapti. Asosiy hovlimizdan kirib tushuntirib obzorni qilib beramiz. Video davomida narx-navolarni tushuntirib, chiroyli qilib aytib beramiz. Asosiy darvozadan kirib kelarganmiz. Darvozaxonamizda ko'rasizlar, keng kattalikda qilingan 4-5 tomoshamiz bemalol sig'adi. Bu tarafda o'zining yuvinish xonasi, bu tarafda o'zining choy o'tiradigan xonasi, ko'p turgan uni oldida esa oshxonasi. O'rtadan ochib olishgan, devorlar ochib olishgan, keng kattalikda o'tirib choy ichadigan xonalari. Bu tarafdan o'zining yuvinish xonasi, bu tarafdan asosiy binoga chiqish zinalari. Hovlimizdan ko'rasizlar, yerimizni tekis holatda aytib o'tgan umumiy yer maydoni 12 sotuv, dokumentda 8 sotuv, 4 sotuv zahvat qismi ham bor. Asosiy binosini ko'rib turibsizlar, asosiy binosini ko'rsam o'zini qilib beramiz. Bu tarafdan asosiy binoga chiqib qolar ekanmiz. Zindan chiqqanimizda yana bitta zinaga chiqamiz. Bu tarafdan o'zining bolxonasi, ko'rib turganingizdek, bolxonasi bitmagan holatda o'zlari remontini qilib yuborasizlar. Bu tarafdan mana naveslar qo'shgan bemalol choy o'tiradigan xona qo'rsanglar ham bo'ladi. Xohlamas ayvon qo'rsanglar bo'ladi. Tepadan yerni ko'rsatib beramiz yana bitta. Yerini ko'rasizlar, keng kattalikda. Birinchi ko'rib o'tirgan xonamiz, bizning kirib kelishimiz qo'l kutib oladi. Bu tarafimiz o'zining bitta yotoqxonasi. Yurib kelarganmiz, yurib kelganimizda bu tarafimizda ham o'zining yana bitta yotoqxonasi, ko'rib turganlaringizdek, remontlar ham yaxshi holatda, abo'ylar yaxshi holatda turibdi. Endi u tarafdagi binolarni ko'rsatib beramiz. Bu yerga ham kirib kelganimizda biz ham bitta ko'rib turgan divanli zona qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu tarafda hozirgi paytda kladovka qilib foydalanishayotgan o'zi yana bitta xona bo'ladi. Bu tarafdan yana bitta biz yotoqxonani ko'rib o'targanmiz. Bu yerda ham remontlar ham yaxshi holatda. Yana bir sizlar o'zingizlar remontlarga ham qarab olasizlar. Uyimizni ko'rdinglar, umumiy xonalar soni 9 xonadan iborat, 6 xonasi bitgan. Bu tarafda xuddi shunaqa o'zining bolxonasi bor, bitmagan holatda. Uyimizni ko'rdinglar, uyimiz yoqqansa like bosib qo'yasiz. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 12 sotuv, dokumentda 8 sotuvdan iborat. Mahalla ham ko'rsatib beramiz, mahalla keng kattalikda. Mana shu xonadon sotuvga tushgan. Uyimizning narxini 180 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o'z bergan joylari ham bor. Pastda muloqot qilamiz. Bemalol qiziqqanlar telefon qilib o'zingiz savdo barakasi qilsangiz bo'ladi. O'rtada hech qanaqa maklel yo'q. To'g'rimi-to'g'ri egalar bilan bog'lansanglar bo'ladi.